Assalomu alaykum. Rans usuli bilan davo muolajasini qilamiz. Tak, bu kenayimizning tashxislari reumatoidniy poliartrit, tizalarida osteoartroz bor. Bellarida bitta stenoz, ikkita disk cho'rrasi. Ozgina shikoyatlar bilan keluvdilar. Hozir zinadan birga chiqdik. Kenaya? Zinadan chiqishlaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Enkayib zo'rg'a chiqardim deb aytuvdingiz. Yaxshi. Qaddingiz tik tutishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi tomonga o'zgarish sezyapsizmi? Ha. Молодец, yashang. Hamshiralarimiz ishlayaptilar. Bu hamshiramiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan kelib, mashirans usulini o'rganib ketyaptilar. Xudo xolasa, o'sha Samarqand tumani, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida bu muolajamizni qiladigan odam bor. Ay.